Assalomu alaykum. Bugun o'zgaruvchilar yaratib ko'rdik. Endi shu o'zgaruvchilar yaratganlarimiz ustida amallar bajarib ko'ramiz. Ya'ni matematik amallarni yoki matematikada misollar yechib beruvchi qandaydir ularni bajarib ko'ramiz. Demak, birinchi yaratishni oldin o'zgaruvchi yarata olaman. Shu bitta o'zgaruvchi yarata olaylik. Shu o'zgaruvchi kiritgan va son kiritaylik. Sonni natijasini 5 ga ko'paytirib natijani chiqarib bersin. Demak, oddiyroq dastur. Demak, bitta o'zgaruvchi nomini har doim son deb yozish shart emas. Masalan, o'zgaruvchini A deb belgilab qo'ydim. Va endi foydalanuvchiga xabar borish kerak. Xabarga endi son kiriting degan xabarni aytib qo'ysak bo'ldi. Foydalanuvchiga son kiriting degan xabar boradi va son kiritish uchun bizga input kerak. Inputga son deb yozib qo'ysam hozir xato bo'ladi, chunki o'zgaruvchi yo'q menda son degan. A degan o'zgaruvchi bor. A ni yozib qo'yaman. A kiritiladi. Endi natija nima, qanday qilib chiqarmoq desak, mana bu tarafda assign degan funksiyamiz bor. Assign'ni ichiga chiqarib oldim. Assign deb yoziladi. Demak, qaramiz, variable expression qismlari turibdi. Demak, variable'da nima yoziladi? Variable bu nimadir tengligini yozishimiz mumkin yoki nimadir kattaligini yozishimiz mumkin. Hozir bu yerda a ni ko'paytiraman 5 ga, ya'ni formula qismi tarafi yozildi. Endi saqlanayotgan joy yo'q menga. Nimaga saqlansin? B ga saqlansinmi, C ga saqlansinmi? Natijalar yo'q. Hozir menga B yo'qligi uchun xato beradi. Shuning uchun yuqorida integer deyman, a virgul b ni ham chiqarib bersin. Yozaman. Demak, shu ikkita o'zgaruvchim bo'ldi. Endi a ga son kiritamiz, sonni 5 ga ko'paytirib va b ga saqlab beradi. Hozir buni ko'rinishini o'zgartirib, hali natijani chiqarmay turib ko'rsataman. Demak, ishlatib ko'raman. Son kiriting deyapti. Masalan, 9 kiritaman. 9 kiritsam, natija mana yuqoriga hali natija chiqargani yo'q. Foydalanuvchi hech narsani ko'rgani yo'q. A ga 9 saqlandi, B ga 45 saqlandi. Nimaga B ga 45 saqlandi? Kiritilgan sonimizni 5 ga ko'paytirib 45 qilib saqlab qo'yapti. Lekin foydalanuvchiga chiqarmadi. Chiqarish uchun esa yana output ochaman-da. Output ichiga shu B ni chiqarib berishini aytaman. Endi ishlatib ko'raman. Son kiriting. Masalan, endi 7 ni kiritib ko'raman. 7 ni kiritdim. Endi 35 degan natija chiqyapti. Yuqoriga ham A o'zgaruvchiga 7 saqlandi, B ga 35 saqlangani aytib qo'yapti. Endi bizga faqatgina 35 ni o'zidan chiqyapman desak, javob deb yoki chiroyliroq chiqishi uchun va o'tgan safargi va belgisi bilan natijani chiroyliroq qilib qo'ysak bo'ladi. Masalan, javob deyman. Va belgisini qo'yaman-da, chiqarib qo'yaman. Ishlatdim. Son kiriting 7. Javob 35. Bu ham xunuk ko'rinishib qoldi. Javobdan keyin 35. Endi chiroyliroq chiqarish uchun javobdan keyin 2 nuqta qo'yaman yoki bo'sh joy tashlayman-da, keyin B ni chiqarib berishni aytsam, chiroyliroq chiqaradi. Son kiritdim 64. Kiritdim. Javob 320 ko'rinishida chiqarib beryapti. Shunday qilib boshqa amallarni bajarib ko'rish ham shunday ko'rinishda bo'ladi.